Mana Marif dodamizni hamma taniydi. Xudo xohlasa Marif dodamizga ikkita sigir berdik. Alloh rozi bo'lsin. Marif doda nima deysiz sigirlarni? Ben mesela roziman. Mana shunaqangi Rossiyaning mollarini olganimga roziman. Buni govdasini ko'rib, bo'yini ko'rib, bunaqa sigirlar yo'q. Alloh rozi Yo'q bo'lsin. bunaqasi. Sizdan ham. Bu birinchi bolasini mana tug'ilishi, mana bu ham, mana bunisi ham. Alloh rozi bo'lsin. Bu endi yo'q deganda 20 litr sut borda bular. Garantiya doda, garantiya. 20 litr. Olgan odam baraka topadi bundan. Nima qilasiz? Tavsiya qilasizmi? Hamma shu kelishsinmi? Kelib mana shu yerdan ochib, molni tozaligini qarang. Ha. Molni qarang tozaligini. Joni sog' bo'lsin. O'zi bo'lmaydi. Joni sog' bo'lsin. Molga. Mana yaqinda bitta chaqaloqni olib keladilar. Ha. Ana undan keyin sutga bermalar kerak. Eng zo'r sutlar, qaymoqlar hammasi bizda bo'ladi.